Respublikamiz bo'ylab joriy yilning 1-martidan 1-apreliga qadar o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli operativ profilaktik tadbirlari doirasida Xo'jayli tumanida navbatdagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan nazorat tadbirlari o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan hududdagi asosiy yo'llar va chorrahalarda reyd tadbirlari tashkil etildi. Mazkur jarayonda transport vositalari to'xtatilib, haydovchilarning tegishli toifadagi boshqarish huquqini beruvchi guvohnomasi, transport vositasi ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda majburiy sug'urta polislari belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tkazildi. Haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilishi hamda transport vositasini mastlik holatida boshqarish holati maxsus texnik vositalar alkotester yordamida nazorat qilindi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida bir qator qo'pol qoidabuzarliklar aniqlandi. Xususan, Tracker rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, bazaviy ma'lumotlar orqali tekshirilganda mazkur transport vositasi qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun belgilangan tartibda jarima maydonchasiga joylashtirildi. O'sha avtomashina irqib tekshirilganda avtomashinadan qidiruv chiqib turganligi uchun tegishli tartibda jarima maydonida qo'yib turamiz. Shuningdek, Lacetti rusumli avtotransport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi tomonidan davlat raqami belgisi qonunga xilof ravishda qo'lbola usulda tayyorlanib o'rnatilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka muvofiq transport vositalarining davlat raqam belgilarini qalbakilashtirish, o'zgartirish yoki qo'lbola usulda tayyorlangan davlat raqamlari bilan harakatlanish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Usul avtotransport quroli Gentra markali mamlakat nomeri 95K463 OVO bo'lgan avtotransport quroli haydovchi avtotransport mamlakat nomerini qo'lbola usulda ishlab olgani aniqlandi. Hamda usul avtotransport haydovchi qarshisida hokimlik bayon rasmiylashtirib, avtotransport quroli vaqtincha saqlash jarimadan qo'yilib o'tildi. Nazorat tadbirlari davomida yana bir jiddiy qonunbuzarlik fosh etildi. To'xtatilgan navbatdagi transport vositasi tekshirilganda uning qidiruvda ekani ma'lum bo'ldi. Bu ham yetmaganidek, ruldagi shaxsning avtomobilni boshqarish uchun hech qanday tegishli hujjatlari mavjud emasligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq choralar ko'rilib, transport vositasi jarima maydonchasiga qo'yildi. O'sha avtotransportda Xo'jayli rayonida irqib tekshirilganimizda 95S993TA bo'lgan Gentra avtotransporti yanında hujjatlarni so'raganimizda hech qanday hujjatsiz boshqarib yurganligi uchun hokimchilik bayonnoma tuzib, avtotransport vaqtincha jarima maydonga irkiluvga olib boryapmiz. Kunduzgi reyd tadbirlari tungi vaqtda ham davom ettirildi. To'g'ri, tungi soatlarda shahar ko'chalarida harakat ancha siyraklashadi, biroq bu inspektorlarning hushyorligini aslo pasaytirmaydi. Aksincha, ko'ngilsiz yo'l transport hodisalarining oldini olish va qoidabuzarliklarni barvaqt aniqlash maqsadida nazorat yanada kuchaytirildi. Tungi reyd davomida transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan, ya'ni tegishli guvohnomasiz rulga o'tirgan shaxslar ham aniqlandi. Mas'uliyatsizlik bilan yo'lga chiqqan bunday haydovchilarning avtomobillari qonuniy tartibda vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Haydovchilik guvohnomasina ega bo'lmasdan avtomashina boshqarib yurgani uchun hozirgi vaqtda bayonnomasini Kamolov Fazil tuzdi hamda vaqtincha jarima maydoniga olib boratiribmiz. Shu kabi profilaktik tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad kimgadir jarima solish emas, balki yo'llarda o'zaro hurmat va yuksak mas'uliyat muhitini qaror toptirishdir. Unutmang, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish bu nafaqat qonuniy majburiyat, balki o'zingiz va yaqinlaringiz hayotiga bo'lgan ehtirom namunasidir. Eng muhimi esa uyda sizni intizorlik bilan kutayotgan oilangiz bag'riga sog'-omon qaytishingizni ta'minlaydi. Yo'llaringiz bexatar, manzillaringiz doimo yaqin bo'lsin.